Assalomu alaykum, hurmatli o'zidan kelajak avlodga yaxshi nom qoldirmoqchi bo'lgan, o'zidan bir mevali bog'lar qoldirmoqchi bo'lgan muxlislarimiz. Bugun sizlarga asrlar davomida sizga savobi tegib turadigan, sizni jannatga kirishingizga sababchi bo'lishi mumkin bo'lgan bir daraxt haqida gaplashib o'tamiz. Siz bir daraxt eksangiz, sadaqa joriya qilgan bo'lasiz. Boshqa odamlar tomonidan iste'mol qilinsa ham, vaqt o'tib bu boshqa odamning mulkiga aylansa ham uning haqiqiy savobi sizga yoziladi. Mana bu ko'rib turgan daraxtlaringiz xandon pista daraxtlari. Bu daraxtlar o'ta qurg'oqchilikka chidamli, hattoki cho'lda ham o'stirish mumkin. Buni cho'llanishga qarshi ham ekish mumkin. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 2025-yil 7-fevral kuni olingan videolar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. O'zining ostiga qanchadan qancha ozuqa tushirib, yerni bir cho'llanishga qarshi himoya qilib turibdi. Mana qishki kuni olingan videolar. 2025-yil 7-fevral. Endi bu daraxtni ekilishi haqida gaplashib o'tamiz. Bu asosan bir 3 xil usulda ekiladi. Urug'ini ishlatib ekiladi va yopiq ildizli paketcha uslubida ekiladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, yopiq uslubli paketcha uslubida mana shu tarzda yetishtiriladi parniklarda. Buni endi qachon ekish mumkin? Buni masalan biz yashab turgan hududda kelib chiqadigan bo'lsak, masalan men yashayotgan hududda 20-martlardan ekish mumkin. Sababi parnik yetishtirilganligi uchun qurov tushib, sovug'irib qo'ymaydi. Shundan keyin ekishimiz mumkin. Undan ittiroq eksa qurov tushib, sovug'irib qo'yish mumkin daraxtchalarni. Buni ekilishini endi bir ko'rib o'tamiz. Mana bunday paketchalar bo'ladi o'zi. Buni ekishligimiz uchun mana paketchani olamiz. Uni yaxshilab bir sug'orib olamiz keyin. Ichiga suv quyib olamiz. Yerni birga bir qilib og'darib, kamida birga bir qilib og'darsam ko'karuvchanligi yaxshi bo'ladi. Tuprog'ini, masalan, loy bo'lgan tuprog'ini shu ko'chatchadan ajratib yubormasdan yana yerga o'tkazamiz buni. Yerga ham o'tkazib oldik. Mana ko'chatchamiz tayyor. Mana ko'rishingiz mumkin, hech qanday sug'orilmagan. Sug'orish tizimi yo'q bo'lgan mana giyoh ham o'smaydigan bir yerlarda mana pista daraxtlari mo'l-ko'l hosil berib turibdi. Mana hosil mana bu ko'rinishda. Bu daraxtlar 1986-yil ekilgan. Hozir 2025-yil bo'ladigan bo'lsa 39 yil bo'lyapti. Bu daraxt kamida 300 yil davomida hosil beradi, kamida 300 yil davomida. Bitta usta akamiz bir qishloqqa bir traktor remont qilgani bordi. Hech qanday daraxt yo'qmishda qishloqda. Faqat o'sha traktor remont qilgan odamning uyida bir ikkitagina qayrag'och daraxti bor ekan. Nimaga bu daraxt ekmaysizlar desa, o'g'lim bu yerlarda daraxt ko'karishda iloji yo'q. Siz qapsiz qanday qilgansiz desa, 2 traktor to'proq olib chiqib, shu yerni tuprog'ini almashtirib, shu yerga qayrag'och ekkan ekan. Katta ikkita sivsoya daraxt bo'lib turganmishda. Boshqalarida hech qanday daraxt yo'qmish. Demak, mana shu pista daraxtlarini ham masalan tuprog'i to'g'ri kelmasa, tuprog'ini almashlab eksa, cho'llarda ham buni qilish mumkin. Masalan, buni tomiri o'zi 1 metr bo'ladigan bo'lsa, kamida 10 metr ketadi. Shuning uchun katta ko'chatlari bo'lmaydi. Buni
bo'ladi. Agar tomiri kesilsa, ko'chat ko'karmaydi. Endi bu daraxtda qachon qancha hosil olish mumkinligi haqida gaplashib o'tsak, bu daraxtni o'rtacha o'sishi 10 santimetrni tashkil qiladi. Ekkan yilingiz shu 10 santimetrlik ko'chat cheksangiz shu to'siqqa olib ketishi mumkin. Kelasi yil yana 10 santimetr bo'lsa 20 santimetr. 1 metr ko'chat bo'lishi uchun 10 yil kerak. Uni hosilga kirishi uchun kamida masalan yarim yerlarda 12-15 yil. 15 yillik masalan daraxtlar ham birdan mo'l-ko'l hosil berib ketmasligi mumkin. Ichi panqilloq bo'lib, birinchi mag'izsiz bo'lib qoladi. Keyin astalik bilan bu hosil yaxshi. Endi bu xandon pistani navlari haqida gaplashsak, mana Erondan keladigan qimmatbaho navlari bor. Akbariy, Ahmadiy degan o'zimizda yetishtiriladi. Orzu bor, tog' gavhari bor, mustaqillik bor. Bu pista nihollarini hosilga kirishini tezlashtirishimiz uchun uni payvandga tayyorlashimiz kerak. Payvand qilingandan keyin bu ko'chatlar 3 yilda hosil berishi mumkin. Masalan, ekkan yilingiz payvand qila olmaysiz. Kelasi yildan agar qalam enliligida bo'lsa, naxalchalaringizning eni o'shani payvand qilishi mumkin. Payvand qilganingizdan so'ng 3-4-yillardan boshlab hosilga kira boshlaydi. Endi bu xandon pistalarni ko'chatlarni qaysi vaqtgacha ekishlik mumkinligini aytib o'taman. Bu xandon pista ko'chatlarini endi bizning iqlim sharoitida, endi boshqalar o'zlarining xulosa chiqarsin. Bizning iqlim sharoitida saraton chiqqunicha masalan 21-iyulgacha, 1-avgustgacha ham deylik, 1-avgustgacha ekishlik mumkin. Buni sababi yopiq ildizli bo'lganligi uchun unda masalan ozroq suv qo'yib qarashib o'tkazish mumkin. Undan keyin ekilganlarini balki tushmay qoladidagi, balki agar qish sovuq keladigan bo'lsa, kuzning oxirlarida ko'chatchalarni sovurib qo'yish mumkin. Bemalol qo'rqmasdan saraton chiqqunicha 21-iyulgacha ekishlaringiz mumkin.